Karchka ekib, karchkani dumalatib olib chiqaman deganlar, hosilni yirik bo'lishini xohlaganlarga mana shu mineral o'g'itlarimizni ishlatishni tavsiya qilamiz. Do'konimizga yangi dorilar keldi. Yashka yashnatuvchisi. Mana 10 litr suvga 40 gram, 30 gramdan qo'shib sepaverasizlar. Ikkinchisi startoviysi. 10 litr suvga 40 gram, mana shu 50 litr suvga. Uchinchisi quvvat. O'ta zo'r effekt beryapti. Bu narga quvvat emas, bu o'simliklarga quvvat beradigan dori. Va eng oxirgisi mevaga rang beradigan va yiriklashtiradigan, maza beradigan finish. Uchinchisi, to'rtinchisiga shu sepiladi. Bularning eng asosiysi hidi bor. Yosh bolalardan ehtiyot saqlash kerak. Hidi. Mana rosa hidi shirin bor. Sizlarga ham sezilayotgan bo'lsa kerak. Mana. Rosa shirin hidi bor, marmelad hidi. Innovatsion yangi dorilar kapelnitsadan gektariga 1 tonna suvga 3 kilo, bargidan 2 kilogramm miqdorda ishlatiladi. Kelaverasizlar. Har qanday ekin turiga mana g'alla, paxta, qovun tarvuz, sholi, mevali daraxtlar, issiq xona ekinlariga ishlatiladi.